Hoy Verity, nimalar bo'lyapti? Menga tushuntirib ber. Bu meni yovuz ko'rinishim har tunda bu paydo bo'ladi. Nima? Yovuz ko'rinishing? U qanday maxluq o'zi? U har kuni kechasi kelib, o'yinchilarni qo'rqitishga va o'ldirishga harakat qiladi. U bizni bunchalik tez topadi deb hech o'ylamagandim. U meni ko'zlarim orqali kechasi o'yinchilarni topadi. Undan qochishni yoki qandaydir nimalardir qilishni yo'li bormi? Uni o'ldirishni bir yo'li bor. Xo'sh, qanday yo'li? Bo'lmasam tezroq ayt. Uni joni Nezirda. Nezirga borishimiz kerak va u yerga borganda men kerak bo'laman. Men tufayli u o'lishi mumkin. Nursin, hali Nezirga ham borish kerakmi? U yerga borish uchun portal kerak. Endi uni qayerdan topaman, la'nati? Men bularni topishda senga yordam beraman. Axir men Verityman. Ha, to'g'ri aytasan. Menga hali ko'p yordaming tegadi. Nursin, avval bu yerdan chiqib olishimiz kerak. Ertalab bo'lgan bo'lsa, bu yerdan tezroq chiqib, uyimizni oxirigacha bitqizib va seni qandaydir yovuz ko'rinishingni o'ldiramiz. Xo'sh, avvalambor bu yerdan tezroq chiqib ketishimiz kerak. Meni ko'rishim bo'yicha Nezir portali juda ham uzoqda joylashgan. Bu yerda yana qanchadir kun qolishimizga to'g'ri keladi. Nursin, yana kechasi ana bu la'natim maxluqqa duch kelamizmi? Hamma mayli, bunga chidaymiz, lekin u bizni tutib olmasligi kerak. Mana bu olmalarni har qarshiga olib olaman. Xo'sh, endi men tezroq uyni oldiga borib, u yerni yaxshilab bitirib olishim kerak. Ana Verity, nimalar qilsak bo'ladi bugun? Bugun uyingni yaxshilab ta'mirlab, yaxshilab berkitib, ana bu maxluq kira olmasligini ta'minlash kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Qani uyga boraychi, bizga nimalar yetishmayapti ekan. Nursin, yana shu kunlar ham bormi deya. Menimcha bizga faqatgina deraza yetishmayapti hozir. Biz ularni o'ldirib olsak, bizga go'sht juda ham zarur. Qornimiz tez ochib qolaveradi bo'lmasam. Xo'sh Verity, mana endi bizga faqatgina deraza kerak. Derazalardan juda ham ko'p kerak. Uning uchun bizga qum kerak. Qumni qayerdan olsam bo'ladi? Bu yerda qayerlarda qumlar bor? Nursin, mana bularni o'ldirib olishim kerak va biz qum olgani hozir boramiz. Bu yerlarda qumlar juda ham ko'p ekan. Bular bizga yetishi mumkin. Nima deysan? Ha, to'g'ri, bular bizga juda ham ko'p ketadi. Agar sen ko'proq olsang. Bu yerda juda ham ko'p axir. Ha, lekin qancha qum olishni bilmayman, shunga sig'yanicha olib ketishim mumkin. Xo'sh, hozir bizga pichkalar kerak. Bularni hozir mana bu yerga joylab olamiz va yo'ldan olib kelgan mana bu ko'mirlarimizni qo'yib, hozir ikkoviga 5 tadan qo'yamiz. Kakraz 10 ta ekan. Mana bular ham kakraz 18 ta ekan. 9 tadan qo'ysak juda ham ajoyib va idealni bo'ldi mana. Kakraz hammasini teng olib kelibmiz. To'g'rimi Verity? Kimga qo'yil? Menga qo'yil. Endi bu qumlar pishguncha nimadir qilib turishimiz kerak, vaqtdan unumli foydalanish uchun. Ha, to'g'ri aytasan. Hozir mana bu sandiqlarni joyiga qo'yib olib, nimadir qilib turaman. Xo'sh Verity, hozir menga shaxta kerak va shaxta qayerdaligini menga yo'l ko'rsatib tur. Shu dumlikdan tepalikka chiqib, ozgina yursang juda ham katta shaxtani uchratasan. Xo'p, yaxshi. Hozir bu yerdan chiqib olamiz. Bu yerlar yopiq. Mana bu yerdan chiqib olamiz. Yaxshi, endi to'g'riga yursak, menimcha shaxta keladi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri aytasan. Shu yerga o'ng tarafga yur. Shu yerdan to'g'ri yursang, shaxta chiqadi. Ana chap tarafingda. Voy, chap tarafingda deyapman. Mana bu yerda ekanda, xayolim boshqa tarafga ketib qolibdi. Hozir bu yerga tushib biz nimalardir olib chiqamiz, lekin bu yer juda ham chuqur ekan. Tak, ana bu yerda men qandaydir nima deydi, temir ko'ryapman. Hozir biz uni oldiga borib, temir olsak bizga juda ham asqotardi. Ha, temirdan biz o'zimizga vaqtinchalik aslahalar va buyumlar yasab turishimiz mumkin. Xo'sh, qani, menimcha hamma temirlarni olib oldik. Nursin, ketishyapti. Bu yerdan tez chiqmasak, ana bu maxluq yana kelib bizni topib o'ldirib ketishi mumkin. Qani tezroq Verity, bu yerdan tezroq chiqib olishimiz kerak. Nursin, bunchalik kech bo'lib ketadi deb sira o'ylamagandim. Hozir bu yerdan tezroq chiqib olishimiz kerak. Hoy, tezroq yugur. Uni ko'ryapman, u biz tarafga qarab yugurib kelyapti. Nursin, tezroq, mana bu zombilarga nima bor bu yerda? Ana bu yerda maxluq turganda. Tezroq birorta uyga yashirinib olishim kerak.
Seni ko'zlaringdan ko'radi deganmiding? Hozir seni boshqa uyga va men o'zim boshqa uyga yashirinib olaman. Shunda meni topa olmaydi. Menimcha senga hech narsa qilmaydi degan umiddaman. Menga hech narsa qilolmaydi, chunki men unga kerakman o'yinchilarni topish uchun. Lekin uni o'ldirishda ham yordam beraman, shuni unutma. Ha, bu yoq ham bor, lekin tavakkal qilmasak bo'lmaydi. Men bu yerda hozir o'lishni istamayman. Hozir seni mana shu yerga berkitib ketaman. U seni shu yerda ko'radi va men boshqa uyga bekinaman. Shu yerda tirik qolishga harakat qil. Jenurson, hozir men boshqa uyga berkinishim kerak. Qanaqani mana bu uyga hozir berkinib olaman va bu yerlarni to'sib tashlashim kerak. Tezroq, u menimcha yaqin qolgan. Hozir hamma joyni berkitib tashlashim kerak. Nimagadir qo'lim qaltirayapti. Jenurson, hozir u qayerda bo'lishi mumkin? Hozir mana bu yerni qornim juda ham ochib ketgandi. Yaxshi ham bu olmalarni olib olganim. Jenurson, endi yana erta bo'lishini kutishimiz kerak. Lekin ana bu maxluq qayerda bo'lishi mumkin? Meni oldimda bo'lmasa bo'ldi. Lekin u maxluqni hali ko'rganim yo'q. Bir ko'rsam hech nima qilmasdi. Tak, hozir mana bu yerni ochaman. Xayriyat bu yerda emas ekan. Xo'sh, Jenurson, bolalar. Ana bu yerda qandaydir oyog'ini ko'ryapman. Jenurson rostdan ham Veritining oldida turibdi. Bizani ko'rib qolishiga oz qoldi. Jenurson. Nimalar? Uxlab qolibman-ku. Ertalab bo'ldimikin? Ko'zim ketib qolibdi. Xo'sh, qani bu yerni ochamiz. Derazani sindirishimga ozgina qoldi. Ha, tong bo'libdi. Hozir biz Veritini oldiga borishimiz kerak. Ana bu maxluq ham bu yerda yo'q. Menimcha u ketib bo'lgan. Hozir biz Veritini oldiga borib uni qutqarishimiz kerak. Hoy Veriti, tirikmisan? Senga hech narsa qilmadimi? Aziz, yo'q, menga hech narsa qilmadi, lekin u menga bir gapni aytdi. Xo'sh, qanday gap ekan? Tezroq gapir bo'lmasam. U menga aytdiki, agar senga yordam berishga urinsam, meni o'ldirarmish va uning joni juda ham qattiq himoyalangan ekan. Jenurson, menimcha menga yordam berayotganingni bilib qolgan. La'nat, endi hamma narsa qiyin bo'ladi. Mayli, biz hozir mana bu uyimni oxirgacha yetkazib qo'yishim kerak. Xo'sh, qani mana bu yerda yaxshi derazalar ham tayyor bo'lgan. Endi bularni hozir joylab chiqamiz. Xo'sh. Jenurson hammasini. Hozir mana bu go'shtlarni ham qovurib olamiz. Qornim juda ham ochib ketyapti. Mana bu olma hech narsaga yetmayapti. Tak, hozir men mana bu oynalarni birma-bir qo'yib chiqaman. Xo'sh, qani. Menimcha hamma joyga yetmaydigan ko'rinadi. La'nati, bularni yana ozgina olib kelsam bo'lar ekan. Bular juda ham ko'p ketadi deb o'ylagandim, lekin bu yerda derazalar juda ham kam. La'nati, endi yana bir bor derazalar olishga borib kelishim kerak. Jenurson, juda ham charchadim.